Bala derdi veyran kettim qaranlar. Sopunun micazi yok dep çıqırıp qo'ysam nurg'un alamlar ko'ngil bilibdi. Ayrımxonda gap so'rag'alan bekcha qarmanlar ko'pdan ko'p rahmat. Sopun hozir ahvollari halda yaxshi. Ham nima ish bo'ldi deganda sop shunda sog'lom yaxshi cho'ng bo'layotgan. Tuyuqsizlar bir narsa yemasdan beshini ko'tarolmay yetib bilan kechdi yetib bilan bir nima yemaydi. Keyin ishga butun so'rab qoldi menga. Appamgan doktorxonam qamdi Guangzhouda qiziqim bilan onlig'alla doktorxonamizga apasam hech qandaq og'riqni topolmayman. Dikanlisim bek shuqirga, kantisim bek shuqirga, salomatlik ahvolim shunda yaxshiki. Shuning bilan oxiri biz boshqa shahardagi doktorxona tayyorlab qildik, ashaq aprayli amdi deb. Tunugin atdiganda bizning Shovjuniki to'plada bir Xanzo yo'ldosh bola menga bir doktorxona tuychan qildim, shu doktorxona aprib baqanada, mishani bek yaxshi tekshirib baqan. Ashani agar topolmay qolib qolsa, boshqa doktorxona opa deb. O doktorxona men turayotgan jirakka 25 kilometrmi, 26 kilometr jiraklikka shu yerga asosan opadoq, nimaligimni noimid qilmaydi. Apasam ular tekshirib, ular topdi og'riqini. Sopi menga irsiyat xarakterlik menga baralishga. Bu aslida bagiselga shu necha vaqtni bilmabdi. Keyin buni joy yo'qgandan keyin buni psixikasi bosib kirib, yengji bo'libdi bu. Shuning bilan keyindan bu kasal qo'zg'alibdi. Endi demismi shu sopuniki ballarning quyruqi yo'q, bu sopunning urug' tuqqanlarining quyruqi yo'q, opasining quyruqi yo'q deb bu kasal shu opasida bor kasalga doktor shularni so'rdi mendan. Dedim sen shu ming irsiyat xarakterlik menga paralishga. Endi tunugini yaqi sopi bir narsa yedi. Yavatıda bir narsa doktor izchil davolashni to'xtatib qo'ymasa saqaydi, xotirjam bo'l dedi. Men xila ko'nglim xotirjam bo'lib balnis qoldirib qo'ydim. Ondan bir okul vakka 4 qatim saladigan 3 kunda bir saladigan shu okulni saldigan Koreyan okulga. Degan ma'qul dedim shu tunugini boshlab shu okulni saldi hozir xil yaxshi turaqlashib ahvoli. Qipti ammo beshini ko'tarolmay shu keyin tarafini olamadi. Lekin onun shu men izchil davolashni to'xtatib qo'ymasam cho'qim yaxshi o'tdi. Men ishni men o'zim ham to'xtatib qo'ymayman davolashni. Doktorim yaxshi bo'lib ketdi dedi. Shu ashtaq ahvol. Endi qolgan ishda partiyaga omonat. Men uni yaxshi ko'rishni umid qilaman. Chunki men uni hammasini yaxshi ko'raman. U og'rib qolgandan keyin faqat men birini shu baqanday his qilib qoldim do'stlar. Ko'ngil bilgan barliq do'stlar rahmat. Ko'p rahmat sizlarga. Men xursand bo'ldim.